Assalomu alaykum. Instagram va YouTube obunachiları. Men Masafat Mabek, Xorazm viloyati Shovot tumanidanman. Men bloggerchilikni boshlaganman 2018-yilda. Bizlardan oldin ham boshlaganlar bo'lgan. Kim boshlagan? Sho'xtil boshlagan. YouTube'da. Men ham YouTube tarmog'iga kirib kelganman shu vaqtlarda. YouTube ijtimoiy tarmoqlariga kirib kelganman. Vaqtlari Telegram, WhatsApp emo bor edi, lekin uning kanal ochish, guruh ochishda narsalar bilmasadik. Blogerlar bilan tanishdim, Shovotni bolalari bilan. Xorazm Online, Bahodir O'zmetov, kim Baxtiyor Xudoyganov bor, Baxtiyor TV deb chiqaradi. Roshan Tajiyov bor, danisizlar, ko'rgansizlar. Hozir Instagramda bomba bo'lib yotdi bular. Keyin Sho'xtil bilan, Sho'xtilning og'asi Ruslan Angla bilan, Davletov TV bilan, shular bilan salom alik etganman, danishganman. Undan tashqari ko'p jurnalist, blogerlar, anjumanlarda qatnashganman. Keyin 2020-yil adashmasam Rossiyada yurgan vaqtimda G bilan tanishdim, Jur'at bilan. Hamma taniydi uni. G bilan tanishdim. G bilan tanishgan vaqtimda Rossiyada gaplashib edik. Keyin ham borishga erishdik. Salom alik etib edik. Keyin Sulaymon degan bolaga yordam beradigan bo'lib qoldik. Unda yurdik, birgalikda hamkorlikda ishlab, hammamiz blogerlar bilan Shovotni bolalar hammamiz birlashib, birga yurar edik. Sulaymon degan bola bor edi, Shovot tumani ijara qala mahallasidan. Mazasi yo'q edi. Jigar sirozi kasalligi bilan yotqizgan, mazasi yo'q. Shu vaqtlari ota-onalari bizlar blogerlarga chiqib yordam so'rab, iltimos qilib chiqadi. Keyin bize yordam berish maqsadida vino borib, video syomka qilib, YouTube kanallarimizga qo'yib berganmiz shu vaqtlar. Ana undan keyin aradan biroz o'tdi, pullari yinglab berdik. Pullarini oxirgi videosini ham qo'yib berdik. G bor edi, keyin Javlanda ham bor edi, Sharqli idalik qaladan. Va undan tashqari Sulaymon akasi Sardarang bor edi. Xullas blogerlar bor edi, Shovotni bolalari. Qolgan blogerlar ham borib xizmat qildi lekin. Men ularga yomonligim bo'lmagan. Shundan keyin bizning Shovotni blogerlar o'zgarib ketdi. Men bilan salom alik to'xtatdilar, yig'ishtirdilar. Avval bo'ttirib salom alik va zo'r edi, guruhimiz bor edi Telegramda. Xorazm blogerlari degan. Ko'p blogerlardan gaplashgan. Xullas, shundan keyin men aradan chiqib ketdim. Ba'zi birlar tuhmat tashladi menga. O'sha idalik qaladan Javlon degan menga tuhmat tashlab, ustimdan yozib berib, meni xullas qichqirishib aytish qilib, men jarimani to'lab chiqqanman. Keyin G bilan atlashanani o'zganman. Oxirgi gapni eshitdim. Shundan keyin u bilan ham atlashanani o'zdim. Xullas, ko'p insonlar bilan tanishdim men. Ko'p insonlar bilan anjumanlarda qatnashdik. Furqat O'zmetov bor edi. Men bloger bo'lib kelgan vaqtimda Furqat O'zmetov yo'q edi. Azamatlar bor edi. Davletov tug'ular bor edi. Men kirib kelgan vaqtlarimda, blogerchilikni boshlaganimda. Lekin Furqat ham yo'q edi. Endi shular keyin paydo bo'ldi, yurist bo'lib paydo bo'lib keldi. Furqat ham ko'p ilakishdi, ko'p men bilan aytishdi. Har xil videolar chiqardik bir-birimizga. Hozir videolar yo'q, o'chib ketgan, xullas shunday bo'lgan. Hozirgi kunda Instagramda ko'p faoliyatim olib boribman, video qo'yib, yo'l muammosi bormi, vodoprovod yorilib yotibmi ko'chada, shuni chiqaramiz. Hozir qabristonlar bo'yicha yana zavodlar yiqilib yotdi, ularni chiqaribman. Qo'limdan kelgancha yordam qilib beribman. Yordam qilib turibman, video chiqaramiz, misol, Pak buvamiz bor, o'zimizni konga Shovotni bo'yi bor, Sochli bobo, Niyosit, boshqa qabristonlar bor, misol. Shularni chiqaribman. Qo'ldan kelgancha videolarni chiqarib beraman. Misol, ota-bobolar tozalanmayotadi deydi, mollalar aytadi, borib ularni chiqarib beramiz mollalar bilan birga hamkorlikda. Yoki shura koridor obodonlashtirish xodimlari bor, shular bilan birga chiqaramiz videolarni. Ba'zi bir insonlar xeyli kommentariya yozadi. Senin haqqing bor deydi, senin ne o'rning bor deydi, chiqarishadi deydi falan deydi. Lekin uning shura obodonlashtirish xodimlari ishlab bitdi, ko'rib bitdi. Menga aytadi keyin. Chiqarib bering, mana gengizim gaplayman deydi. Vam gaplaydi, men ham gaplayman orasida.
Aşı nətib etməz bizə. Bana düşünməyirlər ki, köp adam. Hər xili gəpini yazarlar kommentariyada. Hakaratamos sözlə yazarlar. Mən əgər üstünü yazıblar, mən desəm, azım mən mi cəza kabul edilər buna? Mənə vicələrim, kaplata balamam, mən bana sökülüb, hakarat qılırıb. Hakaratamos sözlə bilən yazıb qoydu. Çünki adamın yanında mən üstünü yazıb bəsəm var, lakin qılmayım o basçılıqını. Bunlar oxşan pəs əməsmən də mən. Özüm addi ailənin balasıyam. Hörmətli dostlar, addi ailəni fərzəndimə. Bayam əsmən. Eski bolsam maşınım baxodağa şükür. Bu gəp bilən mən sizlərə özümü maqtanmam. Bilməm addi İçallar remont, addi remont. Hətta ki uyum şifrənməz mənə. Heç kimdən qorxacaq yerim yox. Korkmayayım anam. Mən bir Allah'tan korkamam bu ana. Başka hiç kimden korkunma. Yüzümüz bunu gəpləşib biləmə. İsbatı dəlilim bilə. Aşı hakikatlarına aitində bizlərə video çəkib yatırmam. Həmməyizdən Allah razı olsun. Məni söküb yazad olaram. Məktəb yazad olaram. Həmməyizdən Allah razı olsun bu anışı. Sağ olun, selamat olun.